Man Turdiyev Nodir Losh shifokori. Ko'pchilikni bugun tashvishga soladigan burun qonashi haqida gaplashamiz. Burun qonashi bu tibbiy tilda epistaxis deyiladi. Ko'pincha bu asosan bolalarda va mavsum o'zgarganda chet tilida ham kuzatiladi. Burun qonashi asosiy sabablari bu burundagi travmalar bo'lishi mumkin. Burunni qurishi, burunni kovlash, qattiq qoqish va burundagi ba'zi polip o'smalar hisobiga ham burun qonashi mumkin. Yoki qon bosimi ba'zi odamlarda qon bosimi oshadi, shuni hisobiga ham burun qonashi mumkin. Bunday vaziyatlarda nima qilish mumkin? Bunday vaziyatda burunni qanotlarini qisib oldinga egilgan holatda 3-5 daqiqa ushlab turiladi va peshonaga o'sha sovuq kompresslar qo'yiladi. Tavsiya berilmaydi boshni orqaga tashlashni. Chunki burun halqumi orqali qon qazim yo'liga o'tishi mumkin, pastki nafas yo'liga. Agar 3-5 daqiqada burundan qon to'xtamasa, losh shifokoriga murojaat qilishingiz kerak. Bu holatda tavsiya berilmaydi, ya'ni boshni orqaga tashlash, ya'ni qon halqumga tushib, pastki nafas yo'liga tushganda bemor qusishi mumkin, natijada bosim ortib, burun qonashi mumkin yana qaytadan. Issiq narsa 1-2 soat davomida issiq ovqat, ichimliklar, issiq vannalar tavsiya berilmaydi va burunni qattiq qoqish ham tavsiya berilmaydi. Yuqoridagi holatlar takrorlanmasligi uchun xona haroratini nam saqlang, C vitaminiga boy mahsulotlar iste'mol qiling, burunga moyli eritmalar tomizish kerak, qon bosimini nazorat qiling va burunni qattiq qoqmang. Burun qonashi oddiy holat bo'lsa-da, bu jiddiy sabablarga olib kelishi mumkin. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, bizga obuna bo'ling.